Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz tug'ilganlik to'g'risida guvohnomamizni takroriy olish yo'nalishida bo'ladi. Demak, odatdagidek MyGov o'z ilovasi orqali o'tamiz. Bunda ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, o'sha kanalimizda ro'yxatdan o'tish jarayonlari bilan bog'liq video yo'riqnoma joylashtirilgan. Shuni yo'riqnoma bilan foydalanib, ro'yxatdan o'tgandan so'ng jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Demak, xizmatlar yo'nalishi orqali biz oila va bolalar yo'nalishini tanlab olamiz. Shundan so'ng bu yerda bizga demak, tug'ilganlik haqida takroriy guvohnoma degan xizmat mavjud. Aynan shu bo'yicha o'tamiz. Xizmat demak, davlat boji 55.620 so'm. Shuningdek, gerb yig'imi ham mavjud. 55.620 so'm miqdorda. Ikkala summa alohida to'lov qilingandan so'ng, demak, bizga aynan o'sha xizmat orqali shu guvohnomani uyimizga yetkazib berishadi. Xizmat bir ish kuni mobaynida amalga oshiriladi va hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Demak, xizmatdan foydalanish qilib jarayonni davom etamiz. Bu yerda bizda tanlash uchun o'sha ikki yo'nalish qo'yilgan. Aynan o'zimni guvohnomam haqida guvohnomam nusxasini olish va farzandimni guvohnomasini olish. Endi farzandni tanlab tasdiqlash qilib keyingi tugmasi bosilganda bu yerda demak, bolangizni tanlash imkoniyati mavjud. Aynan qaysi bolangizga guvohnoma kerak, o'sha yo'qotilgan yoki deylik, umuman topish imkoniyati bo'lmayotgan guvohnomani demak, bu yerda farzandingizni tanlash orqali murojaat yuborishingiz mumkin bo'ladi. Demak, jarayon viloyat va tuman tanlanadi. Tanlangandan so'ng aniq manzilni yozishingiz kerak, sababi pochta orqali aynan shu manzilga tug'ilganlik haqida guvohnoma yetkaziladi. Demak, pochta xizmati ham shuningdek mavjud. 25 ming so'm miqdorda sizni uyingizga yetkazib berilganligi hisobiga shu summani qo'shimcha o'sha kuryer orqali to'lashga to'g'ri keladi. Hozirgi holatda demak, keyingi o'zim uchun guvohnoma kerakligi holatida demak, jarayonni belgilaymiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bu jarayonni ham shu vaqt o'zida ko'rsatib o'tamiz. Yetkazib berish hududi demak, deylik, yetkazib berish manzili. Bu yerda viloyat, tuman tanladingiz, o'zingiz yashayotgan mahallangiz, ko'changiz va uy raqamingizni ko'rsatganingiz maqsadga muvofiq, sababi aynan shu manzil bo'yicha o'sha kuryer, o'sha pochta tarqatuvchi demak, sizga uyingizga yetkazadi. Demak, takroriy guvohnoma olish sababi deganni qo'shimcha ustun joylashtirilgan. Demak, yo'qotilgan yoki yaroqsiz holga kelgan va umuman o'zingizni holatingizdagi sababni ko'rsatib, jarayonni demak, hozir yo'qotilgan deb yozdik. Bir manzilga yozibmiz buni. Manzilni haydayverib aynan MFY qaysi mahalla bo'ladigan bo'lsa, deylik, jarayonni birma-bir ko'rsatib beramiz. Deylik, aynan shu uy manzili bo'yicha yetkazish so'ralyapti. Endi o'zimiz to'ldiryapmiz manzilda. Keyingi tugmani bosamiz. Bu yerda bizga guvohnomamizni yozgan ma'lumotlarimiz asosida elektron variantdagi ko'rinish ko'rsatilgan. Ma'lumotlarni birma-bir ko'zdan kechiramiz. Biror bir xatoligi yo'qmi? Xatolik bo'lmasa, bu yerda guvohnomada xatolik mavjud bo'lsa tanlang degan mazmunda oyna joylashtirilgan. Xatolik bo'lgan taqdirdagina bu ustunni galочка qilishingiz kerak. Bo'lmasa, ma'lumotlarda xatolik bo'lmasa, buni tanlashga hojat bo'lmaydi. Shundan so'ng demak, keyingi tugmasini bosamiz. Telefon raqamingiz avtomatik tarzda aks etadi. To'lovdagi imtiyoz, ya'ni kim deylik, siz ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki nogiron bo'lgan holatingizda
aynan bu ustuni tanlashingiz mumkin. Bu ustuni tanlagandan so'ng jarayonni yuborish bilan yakunlaysiz. Agar siz imtiyozga ega bo'lmagan bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmagan nogironligi ustuni tanlaysiz va shundan so'ng yuborish tugmasini bosasiz. Yuborish tugmasini bosgandan so'ng avtomatik tarzda, demak, murojaat yo'llanishi yo'lida avval sizga invoice raqami jo'natiladi. Invoice raqami asosida to'lovlarni tegishli tartibda amalga oshirganingizdan so'ng avtomatik tarzda bir ish kuni mobaynida pochta orqali sizga uyingizga, manzilingizga takroriy guvohnoma yetib keladi. Kontentimiz yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosing, bu yaqin tanishlarga ulashing, kommentariyalarda izoh yozing. Keyin kontentlarimiz qaysi mavzuda bo'lishini qo'shimcha qilib yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Aynan shu kontentni tayyorlashga biz ko'mak beramiz. Qo'limizdan kelgancha shu jarayonni bajaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.